13 yoshida jurnalistlar e'tiboriga tushib, bitta o'yinda 23 ta gol kirita olgan futbolchi kim? Messi? Yo'q. Ronaldinhomi? Hop. Davlatni ramziy farqlovchi belgi nima hisoblanadi? Bayroq. To'g'ri. Pokistonning poytaxti qaysi shahar? Voy. Islomobod. Islomobod, to'g'ri. Qaysi tabiiy hodisa havo namligining yuqori darajasidan yoki sovuq havoning Tuman. issiq havoga qarshi chiqishi? Yomg'ir? Yomg'ir, to'g'ri. Uzoq muddat yolg'izlik inson salomatligi uchun kuniga nechta sigaret chekkanchalik zararli? 100 ta. Yo'q. 10 ta. Yo'q. 15 ta. 15 ta, to'g'ri. Kimsan, Robiya, Shomurod qaysi roman qahramonlari? Yana bilmayman. 3-2-1 ikki eshik orasi. Dunyoning eng katta suv maydoni nima deb ataladi? Okean? Okean, to'g'ri. Teng aytlaring qo'yish shart emas, xo'p. Qaysi hayvonning organizmida katta miqdorda yog' to'planib, organizmda ko'p miqdorda suv saqlashga Tuya. yordam beradi? Tuya, to'g'ri. Futbol tili bilan aytganda, to'pni havoda tepib raqibga uzatish qanday ataladi? Pas berish. Yo'q. Qaysi mashhur moda brendi CD logotipi bilan tanilgan bo'lib, kiyim, atir va kosmetika ishlab chiqaradi? Dior. Dior, to'g'ri. Dior.